Ey hayotning guli bo'lgan ayol. Shuni bilginki, oila qurishda e'tiborga olish kerak bo'lgan nurg'un narsalar bor. Eringning yaqinlarini, bo'libmi qaynonang, qaynotangni hurmat qil. Ularni o'z ota-onangdek ko'r. Ularning bolalarini tuqqanlaring hisobla. Qaynona qaynotangning nasihatlariga amal qil. Mushu yangi tuqqanlarining mijoz xulqini bilib ol va shuningga qarab muomala qil. Ular bilan yomonlashib qolishdan saqlan. Chunki buning ig'irligi eringning ustiga tushadi. Senden o'ssa yaqinlaringning ko'nglida qolar. Ulardan o'ssa sendan qizg'inar. Buning qayg'usi bilan ering tomoqdan qolar va oxir kasal bo'lib qolar. Erlar o'z kasbini yaxshi qilish uchun ko'nglining shod, tinch bo'lishiga muhtojdir. Oilasida azroq qayg'u bo'lsa, ularning kasbiga ta'sir etar.